Tabriklayman o'rtoq, umr bilan bergan bo'lsin. Rahmat. Yomon pishuvsan-da. Gruppaga ham yozmading. To'g'risida choyxonadan qochdingmi? Tushundim, sani men qochaman. Aldama qochgansan. Hop, qochdim choyxonadan. Bilaman sani. Tovarlarni tekshirib oldingmi? 9 xil ta'mini hammasi bor ekan, a? O'zi ish bormi ekan bunda? Hamish shunday. Nima ish qilyapti o'zi? Birlashgan Arab Amirligidan barbekon olib kirishadi. Bu ish boshqaruvchi. Taqillat eshik. Kiravering. Bo'pti. Xush kelibsizlar. Yaxshimisizlar bolalar? O'rtoq, Jasur uyda o'tirib qopti. Shunga ishga olasan deb olib kirdim oldinga. Jasur. Menda bo'sh ish o'rni yo'q ekan. Bo'lsa ham qora ish. Ishlayverasanmi o'rtoq? Senga maslahatim, yaxshisi o'zingni mutaxassisliging bo'yicha ish qidirganing yaxshi. Zato ilk zo'r choyxona qo'yibdi. Ha, gaplashamiz. Mashinamisan? Yo'q, peshkom sekin aylanib. Tashlab qo'yman, o'tir. Ha, yo'q, Ay, o'tir. Oo! Uyga qarab qo'ygan mashinangni qara. Biz oldimizga. Choyxonaga haydab kelmaysan buni. Takoy akalari qimmatroq joyga chaqirsa haydab borasan-a? Yaxshi. Esingdan farzandli bo'lganimda nimaga gruppaga yozmading? Rasxotdan qochdingmi deding? Botir bilan Jamshid necha yildan beri bolali bo'la olmayapti. Ularga og'ir botmasin dedim. Jasur ham ishga olmaganligimiz sababi menga o'rtoq kerak, ishchi emas. Ertaning xo'jayin sifatida ozgina urishadigan bo'lsam ham og'ayinchiligimiz buzilib qolishi mumkin. Tushunyapsam? Yig'ilishlarga salon oldilarining bunaqa mashinada bormasligimiz sababi necha sinfdoshimizda mashina bor. Qanchasida oddiy mashina. Ularga tegib qolmasin, menga bo'lgan munosabat o'zgarib qolmasin deb mashinasiz boraman. O'rtoqchiligimiz qanaqa bo'lgan bo'lsa, hozir ham shunaqa bo'lishini xohlayman. Ha, endi tushundim. Bo'pti. 500 dollar qarz berib tur. Qarz munosabatlarni buzadi o'rtoq. Bosh qotirma. Mashinadan olib beraman bo'pti. Bitta haydab ko'ring. Qanaqa qochading? O'zingiz